Yo, assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan biz hozir akkauntimni birinchi o'rinda obzor qilamiz sizlarga mana. Dalasi 26 keldi. Keyingi kuni keyin juda katta o'zgarishlar bo'ldi dalasida mana. Mana plus. Keyin aytgancha mana klassik playerlar bu endi bu yerda joy egallamaydi bu futbolchilar. Chunki bilmadim nimaga ekanini. Xullas. Endi bular shunaqa bo'lib qoldi mana. Reshvat mahol. Bitta bossalang ular bitta chiqyapti. Hop, stadionga kiramiz mana. Stadionga gap yo'q. Bala. Ay balati. Stadion o'zgaryapti deyishadi. Hop. Legendariy. Birinchi 110 mingtalik ekan bu 32 dollar ekan. Keyingisi olmosga. Bu 50 bitta berar ekan. Bu ham pul keyinasiga bekarga qo'ysa bo'lmaydi. Biznesmi gastar, ya? Da. Ag'a kirgan baga chiqqan bu yoqda. Xullas o'zimiz stadionimizdan qo'ymasin. Akkaunt men Barsanikini yiqqanman ko'proq. Barsa futbolchilari. Ronaldolar endi. Bunday Barsa futbolchisi endi hozir. Nima aytdim? Klassik pushti futbolchilar yana keladi. Futbolchilar bir oylarda ichida musobaqa ochib qo'yganman. Skilib o'ynayapman musobaqani bu yerda. YouTube'ga. Inaysiga ham 31 ming qilib yuboribdi, ringda 20 ming edi. 26. Kim kelibdi menga? Teo Hernandez pastga kelibdi bitta. Klass. Klassga qo'shilib olishim kerak men ham hozir. Qo'shilib olyapti. 55 plus Amerika 60 shu. Ular do'stlar shu bo'ldi. Ko'rishguncha.